Birinchi kunlaringda kelishlaringda bolalaringizda qanaqa shikoyatlar bilan kelgandingiz? Birinchi kelishimda bolalarimda shikoyatlar, uyqusizlik, asabiylik, siypoyish bo'ldi. Qizimdagi yuzlarida dog'lari bo'ldi. Ham ishtahalari yo'q. Shu muammoda keldim sizlarga. Hozirda biz kelganingizda laboratoriya qilib aniqladik. Ikkala qizingiz bilan o'g'lingizda askariyda o'stirishsa aniqlandi. Hozirda mana 6-kunlaring. Siz 100% o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rib, hammasiga guvoh bo'ldingiz. Har kuni keldik. 2 mahaldan klizma bo'ldi, dorilarini berishdi. Klizmada hamma o'zim ko'rdim, gijalarini ko'rdim. Ko'proq asorat qizimda bo'ldi. O'g'limda ham bor, oz miqdorda, qizimda ko'proq miqdorda. Qizingizda ko'proqligi uchun ko'rdingiz, hamma yoqni ko'rsatib bordik. Hozirda hamma joylari effekt ko'rdingiz. 5 kun davomida davolandik. Mana bugun 6-kunimiz. Qizimda, 2 farzandimda uyqulari yaxshi, siypoyishlari yo'q. Qizimda dog'lari mana oldin ochdi. Hozirgi paytda mana 5 kun davomida ko'rgan bo'lsam, uje o'zgarishni sezyapman. Ishtahalari uje mana noyiyman, ovqat yeyman deb so'rayapti. Ishtahalari ochildi. Ishtahalari yaxshi. Qorin og'riqlari, siypoyishlari hamma yo'llari qoldi. Birinchi kundan nisbatan hozirda uyqulari yaxshi bo'lyapti. Uyqulari yaxshi, og'riq yo'q ichqatlarida. Ancha o'zgarishlari yaxshi, ishtahalari yaxshi. Asosiysi menga siypoyishlari, qizimda ko'zda pirpirashlari kamaydi, yo'qoldi deyarli. Deyarli hozir mana birinchi kunga qaraganda Izrobiyani dog'lari, yuzlari ancha tiniqlashib, chiroyli qiz bo'ldi. Fayzulloda ham xuddi shunday. Kelganlarida juda ham kayfiyati yo'q, tushgan holatda edi. Hozir mana yaxshisizlar. Hozir Fayzullo, Izrobiya ancha yaxshimisizlar? O'zlarini yaxshi his qilyapsizlar? Men 5 kun davomida ancha lecheniyalarni bildim. Mana barcha ota-onalarga tavsiya qilaman, bolalaringizni o'z vaqtida lecheniya qilinglar. Doktorlarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.